Shunday bir biznes bo'lsa, uy sharoitida, uyda o'tirib pul topsa degan tanishinglarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Men sizlar uchun tayyor biznes topib qo'ydim. Faqat 20 million pullaring bo'lsa bo'ldi. Mana shu apparatimiz kimga kerak bo'lsa sotiladi. Tayyor uyga bekorchi insonlar bo'lsa, shuni olib uyga qo'yib bersangiz, bemalol sizga foyda keltirib yotadigan apparat. Xullas kalom, mana bunisi shakarni maydalaydigan drabilka apparati, borib beradigan mishalkasi. Bu mana bu kompressorimiz, mana shu apparatlarni ishlatadigan, havo bilan ishlatadigan kompressor. Bu apparatimiz o'sha tayyor mahsulotni ham preslaydigan, ham shakl beradigan apparatimiz. Xullas kalom akalar, bu qand ishlab chiqaradigan biznes apparat. O'zi buni topsanglar ko'chada narx-navo sal qimmatroq. Bizda sizlar uchun 20 millionga ko'p ishlamagan, pashti yangi apparatni 20 millionga komplekt hamma narsasi bilan sizga o'rgatish, sir asrorlari bilan, o'rgatishlari bilan 20 millionga qo'yib beramiz. Sushilkasi ham bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, sushilka yog'ochlari, o'sha yog'ochlarni ham kimga kerak bo'lsa qo'shib berishar ekan.